Saksonga chiqqan otaxonning mashinalarini sotib berishga keldik. Uylariga obunachimiz ekanlar, umrlari uzoq bo'lsin. BYD Shazor avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 24-yilda salondan olgan ekanlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hisob ma'lumotnoma 23 ga 24. Full komplektatsiyasi, ya'ni 4-pozitsiya, flagship deyiladi. Kamera 360, dachik slipoy zona, hamma narsalari bilan. Mashinani hech qanaqa aybi yo'q ekan, polностью tekshirib chiqdim videoga qo'yishdan oldin. Yurgan masofasi, probegi bor yo'g'i 10.000 kilometr. Bog'chaga nevaralarini olib borgan ekanlar, maktabga olib borgan ekanlar, kam yurgan ekanlar. Salonlari ham matviy holatda turibdi, qirilmagan, sirilmagan. Даже mana salafonlari ham hali yechilmagan ekan, ko'jalari ham urinib qolmagan, rul holatlari ham zo'r. Eng full komplektatsiyasi, eslatib o'taman. Lyuk albatta mavjud. Yangidek holatdagi mashina. Kuzovi tekis holatda turibdi, qirilgan, sirilgan, bo'yalgan joylari umuman yo'q. Bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $21.500. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.